Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar va chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan qo'y bozoridamiz. Bugun narxlar bilan tanishing. Aka necha pul bo'ldi? 10 million. 10 millionga kelasiz qo'ylarimiz. Yangi cho'ska. Aka qaysini savdo qilyapsiz? 15 ga. Qaysini savdo qilyapsiz? Yangi cho'ska. Necha pul savdo? O'zlar gapirsin. Bizdan boshqa turinglar. Qancha? Bor baraka bu. 37 dedim. 37 ga 700 ming savdosi bo'lyapti mana shu qo'yimizda. 80 mingdan taroziga savdosi bo'ldi. Qo'chqorlarimiz. Просто говорили. 82 kilo. Jo'latini 1300 ming so'm savdosi bo'lyapti. 46dan beryapman. Pas berganim yo'q-ku. Qo'chqorlarimiz. 4 million 600 dan beryapman. Aka necha pul savdosi bo'lyapti? 13 million 800 ming. 13 million 800 ming uchalasi. Qo'chqorlarimiz. Tuzmi qo'shdim. Tuzmi qo'shdim deysizlar. Endi shuni narxi bormi? Siz qachakilaganim yo'q bu Nashagan savdo qilyapti. Tuzmi qo'shdim, qo'sh deysizlar. Tuzmi qo'shim yo'q. Tuzmi qo'shyapman tog'a. Taroziga chiqarim. Aka necha pul savdo qilyapsiz? Qurbi. Narxga mard bo'lalasizmi? Men bilan sizga ishondim. Ha. Aka necha pul bo'ldi? 8 million 700 ming Qolgan 2 soat bo'lib yo'lga kelsam, menga O'g'ri, endi deyapman. Bu odamni bor aka. Chiroyli savdosi bo'ladigan joy. Aka necha pul savdosi bo'lyapti? Mana aka chiqadigan puli 72 bo'lyapti. 72 million. Kattasi o'zimi? Buni yozganman. Qo'chqorlarimiz 72 million. Nima qilayim? 7 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Majbur bo'lma. Xudo xolasa bitsin. Men aka bitmaydi deya olmayman. Ikimizga ham bitsin. Necha pul savdosi bo'lyapti? Buni bank qilyapti. Biz bank qilyapmiz. Qancha savdo qilyapsiz? Sonosini 3 million 550 ming. Sonosi 32. 3 million 550 ming. Ha. 32. Qo'chqorlar. Qo'chqor? Qo'chqor ekanmi? Ha. 73. Qo'chqor. Aka necha pul savdo qilyapsiz? 7 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Jupaga? Qo'chqor. 73 beraman. Qo'chqorlar. Yesiz olib beraman. Ha, bilan soatlardan boradi. Qo'payim baraka. Esa bu vatan o'zimizga ham Aka necha pul savdosi bo'lyapti? 4 million 300. 4 million 300 ming so'm. Bash qo'chqorimiz savdosi bo'lyapti ekan. Boş parama hayırlı gel. Oğlum vermegene kadar Akalarimiz savdo qilyapti ekan. Bash qo'chqorimiz. Ben bilmedim. Necha pul savdo qilyapti aka? Sanchilik bilan. 34. Aka. 3 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan bash qo'chqorimizda. Billa katta bo'lganman men. Yana hayırga ekan. bilan billa katta bo'lganman. 4 ta qo'chqorimiz 13 million savdosi bo'lyapti ekan. Mana shu akalarimiz savdo qilishyapti.
$4 milyondan baho aytishyapti ekan. Aka necha pul savdo qilishyapti? 8,5 million. 8,5 million so'm baho aytishyapti ekan. 8,5 million so'm savdo qilishyapti. Kalla boshlarni ham